Assalomu alaykum YouTube kanalımız obunaçilari. Yana bir usta ukamiz Hazar tumanida bo'ldi. Kuxni mebel ishlab berdik. Ko'rishlaringiz mumkin, kuxni mebelimiz общий uzunasi 525 bo'ldi, balandligi 260 bo'ldi. Shunday etib bezdirishga variantda o'rmon svet bilan yog'och svetni kombinatsiya etib bezdirishga variantda ishlab berdik. Общий kuxni mebelimiz 15 milyon 500 ming so'mga bitgan kuxni mebelimiz. Ko'rishlaringiz mumkin, eng yaxshi sifatli akrillardan, eng yaxshi materiallardan ishlab berdik. Stollarına kelsak, Eronning eng yaxshi qalin stollardan qo'yib berdik. Korpus qismina indefdan ishlab berdik. Ko'rishlaringiz mumkin, shunday çok bo'lib bezdirishga variantda chiqdi. Bellarida mo'ykalarning eng yaxshi mo'ykalaridan mexanizmlar tandem bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, tiyina dezmontishlarni bilan cho'tka taxlab berdik, vidishlardan qo'yib ishlatib shunday bo'lib chiqdi. Bu yerda shkafcha taxlab berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Shkafcha bu yerda mikronovka uchun, pechka uchun joy balandini o'rkali etib taxlab berdik. Bellardan bonus sifatida musor idishlari